Xolos o'tirdim, birinchi PUBG boshlaganlar o'rtalarimda bitta yig'ilib PUBG o'ynardik. Ularning hammasini o'zlarining telefonlari bor edi. Ularning zaryadi 4 soatga, 5 soatga ketdi. Meniki yarim soatga qolmasdan o'chib qolardi. Bu ham bo'lsa mening telefonim emasdi. Ayamda eski avvalgi degan telefoni bor edi. O'shanda olib iltimos qilib, ruxsat so'rab o'ynardim. U ham yarim soatga bormasdan o'chib qolardi zaryadi. Lekin shunda hamma o'rtoqlarimni TDMda yutardim. Men shularga aytgandim. Men xudo xolasa, ular men ustimdan kulgan. Senda AEG telefoni 10 FPS o'ynaysan, bizda 60 FPS o'zimiz telefonimiz bor. Sen biz yutsang ham mana gapirardi. Men shunga va'da berdim. Xudo xolasa deganman, iPhone eng oxirgi modellarini olaman. O'zimga kompyuter yig'diraman, streamer bo'laman, meni hamma taniydi deb va'da bergandim. Ular men ustimdan kulgan. Endi nima deyapsan? Kimman bo'la olaman? Oddiy 10 FPS o'ynayapsan.